Do'stlar, bir joyda ko'rsataman. Taniganlar bormi? Mana bu ho'kizchani oldini taniganlar bormi? Bu qayerga qaraydi? Hozir sizlarga tushuntirib aytaman. Men turgan bu joylar Qiziriq tumaniga qaraydi. Zarbdor mahallasiga qaraydigan mana shu ho'kizcha joylashgan joydir. Sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan asosiy masala bu emas. Hozir ko'rsataman. Men turgan bu ko'prik Qiziriq va Sherobod tumanlarini ikkiga ajrattiruvchi ko'prik hisoblanadi. Mana bu kanal. Bu tomoni Sherobod tumaniga qaraydi. Bu tomoni esa Qiziriq tumaniga qaraydi. Mana yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Xush kelibsiz Qiziriq tumaniga. O'tgan gal video ko'rsatganimda uchta tumanni o'rtasida turib video qilganimda ba'zi bir ustimizdan kulganlar bo'ldi. Endi borgan joyimizda qiziqqan, o'zimizga qiziq tuyulgan joylarni ko'rsatamiz. Qo'limizdan kelgani shuda. Shunisiga ham shukr. Ikkinchi azizlar. Bizning kanalimizda Sherobodliklar va Qiziriqliklar bormi? Agar Sherobodliklar bo'lsa, kommentariy yozing. Qiziriqliklar bo'lsa, like bosing. Kutamiz. Sizlar bilan Zafarbek Media bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting azizlar.